SAP biznes one sohasiga o'tishimga sabab eski sohamda ertalabdan kechgacha vaqtim asosan ishga ketardi. SAP sohasiga o'tishimga sabab eski sohamda asosiy vaqtim ertalabdan kechgacha ishga sarflanardi. Hozirda SAP sohasida ish vaqtim ancha erkinlashgan. Shu sababdan shu sohani tanlaganman. Bu sohada umumiy 5 yildan oshdi tajribam. Hozirgi sohamda eng yaxshi o'rgangan narsalarimdan birini aytadigan bo'lsam, bu biror bir tizimni joriy qilish kerak bo'lsa, oldin qo'rquv bo'lardi. Hozir bu qo'rquv yo'q. Nima o'zgarish qilish kerak bo'lsa, qo'rqmasdan shu narsani boshlay olaman. Yana misol qilib aytadigan bo'lsam, biror bir korxonaga agar SAP qo'yadigan bo'lsak, u yerda ishchilarning qarshiligi bo'ladigan bo'lsa, oldin bu narsada juda ham qiynalardik. Hozir bu narsani juda ham yaxshi yengib o'tyapman. Va yana eng muhimlaridan biri, katta tadbirkorlar bilan bemalol suhbatlashadigan darajaga yetdim.